Otasimisiz siz, dadasi orqa o'rindiqqa o'tirib olgan 11 yoshli bolaga oldi o'rindiqqa necha yosh uni oldi o'rindiqdagi aka? Ba'zi ota-onalar 11 yoshli o'g'liga endigina velosiped olib berayotgan bir paytda video tasvirdagi ota-ona farzandiga avtomobil rulini topshirgan. Asaka tumani Fayzobod mahalla fuqarolar yig'ini hududida harakatlanib kelayotgan Spark avtomobili yo'l patrul xizmat xodimlari tomonidan to'xtatilganda rulda 11 yoshli bola ekani aniqlandi. Qizig'i, avtomobilning orqa o'rindig'ida uning ota-onasi ham bo'lgan. O'g'lim Yahyobek 4-sinf mashinani boshqarib ketayotgan paytda Asaka tumanida GAI xodimlari to'xtatdi. Men orqada o'tirgan edim. Bu holat boshqa takrorlanmaydi. Andijon viloyatida olib borilayotgan reyd tadbirlari davomida bu kabi ko'plab qoidabuzarliklar aniqlanmoqda. Yana bir holatda haydovchilik guvohnomasini hali olmagan shaxs onasiga tegishli avtomobil ruliga o'tirgani ma'lum bo'ldi. Bu holat ham xizmat olib borayotgan xodimlar e'tiboridan chetda qolmadi. Kimning mashinasi bu? Alam nomida ayamniki. Ayniki. Bilami ular olib chiqib ketganingni? Xabari yo'q. Avtotransport vositasini yon oynalarini ruxsatsiz qoraytirib olish, ya'ni bu qo'pol turdagi qoidabuzarlikka kiradi va eng asosiysi haydovchilik huquqi bo'lmagan shaxslarni va voyaga yetmagan shaxslarni avtotransport vositalarini boshqarib yurganlik holatlari aniqlanyapti. Shu o'rinda haydovchilarimiz va fuqarolarimizdan shuni so'rab qolaman, ota-onalarimiz farzandlarini nazorat qilishlari, hali haydovchilik huquqi bo'lmagan farzandlariga hech qachon avtomashina kalitini ishonib topshirmasliklarini so'rab qolaman. Reyd tadbirlari boshlangandan buyon turli qoidabuzarliklar sabab 4000 dan ziyod avtomobil jarima maydoniga olib kirilgan. Aniqlangan holatlar orasida 150 dan ziyod transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum etilgan shaxsning rulga o'tirishi, 400 dan ortiq haydovchilik huquqiga ega bo'lmagan shaxsning avtomobil boshqarishi, 100 ga yaqin ruxsatsiz oynalarni qoraytirish hamda 80 ga yaqin mast holda transport vositasini boshqarish holatlari bor. Tadbir davomida yo'l patrul xizmat xodimlari tomonidan qidiruvda bo'lgan bir nafar shaxs ham aniqlangan. Shuningdek, 40 dan ortiq o'tkir tig'li buyumlar topilgan. Yo'l harakati qoidalariga bepisandlik ba'zan oddiy jarima bilan emas, og'ir oqibat bilan yakunlanishi mumkin. Ayniqsa voyaga yetmagan bolaga avtomobil boshqaruvini topshirish nafaqat qoidabuzarlik, balki uning va yo'ldagi boshqa insonlarning hayotini xavf ostiga qo'yishdir. Gulzira Rustamova, Nisbila Turijonov, Zamon informatsion dasturi uchun.